Rolls Royce'dan soqshab ketgan işte xabaringlar. Sayyada nim bo'lib turib qolgan, qanday tijoratlarni boshlagan bilan to'xtagan. Bugun davomini o'ylaymiz. Shu sayyada muqim kushil tug'gandan keyin mush turish jarayonida shu barbara 10 mashina 20 qilib, 20 mashina 30 qilib, 30 mashina 40 qilib bu bag'an sira mashinaning soni avdi. Burunqidek mashinalar az vaqtida damlatliqqa shu ichkirilning Yivo, Hangzhou, Shanxay, endi shu sayya degandek keldi Mangzhou tutib turayotgan. Mashinaning soni avg'andan keyin buni taraf-tarafdagi chashmasak, bu bakat bo'lsa bizga ziyon. Ammo qaylisam shu hayotida umrda Shinjongga berib boqmagan ashadagi yo'ldosh og'aylarim deb G'uljiga Urumchilik o'tkiltdi. Shundan to'xtiya bu biz o'zimiz Shinjonglik turib aş qilayotgan ishni biz qilayotgan turib, bu tilimizni taqimi qolaylik tushunishadigan turib, shu mashinalar, shu sharoit, shu afzallik, shu tashviqot bizda bor turib, nimada biz qilmaymiz deb 2021 men bir plan tuzgan. 3 yillik plan tuzgan. Birinchi yilni esa bozor kuzatadigan, ikkinchi yilni esa bozor ochadigan, uchinchi yilni esa mush mikrobda keng ko'lamda taqildigan deb bir planni tuzib, nuqtaliq yerinde aytama. Shu 3 yillik plan deganimda menda 1 oy keçini gündüzgü ulab jürüp, uflamay, onundan məsləhət sonra bunu oylaşıb, onu material görüb, bunu qılıb jürüb, 60% igellib, 40% dotikib, ma'qul holatda muqimlashtirgan planda. 2022 shu yilni esa bir talnilam. Tunji ichi, baza kuzdimiz deb Qashqarga desigan bo'ldim. O sharoit, o vaqtda, o mezgilida ham hozir ham yoda olib ketgani bilan u vaqtda butun Janubiy Shinjongda Rolls Royce yo'qdi. Amada ijaraga to'yg'imangizdigan demakchi. Juma shaxsiyning bami yo'q, uni surishtirmadim, mening ishim yo'q. Uni ustiga ayni vaqtda basim bek unchalar qimmatmi qilmagan. Beshida nayta obdan bo'ldi, xabaringlar. Biz shu Beyxolda cho'gilab yurganda jirbo qilsam, naq maydonga birash kuzadam keldi. Jirbo tushman adam o'tdi. O mashinada nurg'un qarindoshlarimizdan to'yini o'tkazdik, nurg'un o'quvchi bolalarni xo'sh qildik, nurg'un yosh o'smir kichik mashina havasga olib rozi qildik. Ahamiyatli faoliyatlarga shug'ullandik. Şu banada nurg'un isil akalarimiz, sheriklarimiz, nurg'un tonish-bilishlar bilan chiqishdik. Lekin ayg'idagi hikoyani demsammi, xabaringlar aqchani ko'zi ojiz bir ochimiz Rolls Royce'lar soqshab ketgan. İşte xabaringlar qanday tugatdik, shu ishni qanday bo'ldi, biz foyda qildimi, ziyon qildimi? Ham işte meningcha torning hamda qancha 10 yil o'tib ketsa-mi, va asl tutish qobiliyati bor deb o'ylayman. Bu yerda yana uni ta'gib qayt ichib desam, u yerda yana shu bizga noto'g'ri odamlarning ismi chiqadi, noto'g'ri ishlarni eslab qolamiz. O odamlar, o ishlar bizning yon tilimizga ilib, nega bo'lsak deb yurishga arziydigan odamlar, arziydigan ishlamas u. Shunga uni shingli bu hikoyani tushunasizlar meningcha. Ig'eziyan bilan qaytdik. Yana davomli normal sayyod o'zimizning tijoratdan shug'ullanib, 2-yilni sendin. Ashu sizlar 2023 yadimdan chiqib qoldi. Lamborghini, Maybach, Ferrari, Dacia, Chansi, Aston Martin, Maybach, Rolls Royce'dan 5 ni ashqil holatda keng ko'lamda yig'dirdik hamda. Qashqar xotin aqsovchilar yana bozorni ochma deb. Endi men Qashqarninkini men o'zim qilaman deb turilib, nurg'un aylan yaqin kelsa men hamda o'zim qilaman, o'zimning jito'g'andan keyin o'zim boshchiligini boshlig'im bor deb yaqin kelmabdim. Ama o Aqsuv xotinnikidan xabaringlar va xotinlik qarindishimiz, Xalijallik, hozirgacha sherikdorchiligimiz bor, barikallik qilyapmiz. Ammo Aqsuvning ishini yana desam, yana shu uningdan xabaringlar va boshda oyoq meningcha bu yuzurayotgan bu ishlar tilg'ilinmagandek qilg'ini bilan mayli to'rda olsin, mayli amaliy turmushimizda olsin, hammalarning oqqanni paqiy ta'laydigan kallasi bilan ko'zi qo'liqi bo'lgandan meningcha tushundi deb bilaman. U gap so'zlarni qilg'im yo'q. Ziyan tasam meyli deb bozor etishni maqsad qilgan. Shunlashqa 8 mingni veray, 10 mingni veray desam, o'zaydigan bermagan mashinani. Ash mashina bakat topvis plus tudiki, mush bozorni ichib bo'lib 3-yildan boshlab muqimlashgan vaqt istendim berman deb. U 15-20 giga 3 mashinami nurg'un qarindoshlarimizdan to'yni xo'sh qildik. Shunday kayfiyatimiz to'g'ri kelib qolsa bo'ldi men ba deb nurg'un to'ylarga pulanmaymi chiqqanmi bo'ldik. Endi shu vaqtning zamonida shu sharoitda hamda men o'zim bilishadiganlar odam bilan barikalda qildigan ishchi mijozida torda ekranning oldida janjal so'zlayotgan bilan nurg'un ajr qilib tarbiyalagan shogirdlar iqtidor yor vermaydi. Ojizlik qilib qoldimda yolg'iz. Aqlga ishning doirasi kengri, uning yetish bo'lmay, yangi yachi bilmaydigan odamdan yillam ekilib tug'izay desam, xabaringlar bor. Aqaqidim 3 qitim, 4 qitim, 5 qitim. Mushnayta shu bizimni ko'ngil chekmi yo dötmi biz hukmdam shu ashtalim taza bu dijir odamlarda chiqib qolg'ashqa
yana natonish odamdan kelishdan qo'rqdik. Shunday yetishmaganlikmi bo'ldi, ko'nglishmaganlikmi bo'ldi. Bu olib, hali yomon emas, bozor ochdim deb o'ylayman. Chunki hamda o'zim tig'dak, u ham bu yon chepib yurib, hamda damlatliqqa mashina ijara desa, abi bek birinchisi tizlanmasaqmi, bir o'shkin istosimi bir xatni yodda tutib olgandek holat ash darajada terishib bozor ochdim deb o'ylayman. 3-bosqich shu tarmoq shirkat, tarmoq do'konlarini gombarangishib ichib, ulab bisini shu universal holatda mulozimat qilaman deb shu planni tuzib, arliqda hamda ma filmni hamda bu tor deganda hamma gapni og'zimizga chiqarib degilolmaydi ekan. Meni shunda bir depagim bor, o'zimni yengillab qolmaydi ekan. Bu nurg'un chechishlik qolgan ekan, og'zi chiqqa biyap hozir. Bishkichidilar, pakkada bishkindilar. Ma bu Shenjingliu, naqbul Zijinglian nimdaymiz Uyg'urcha? Ben fransızca bilmaydi ekan ben. Yaqinqa aylanma mablag' ha. Aylanma mablag'da uzilib qoldik. Men nurg'un ejr qilgan, men oxirini o'zim yolg'iz chiqaraman deb amaliyotda bilmayotgan odamdan mas'ul chiqqan. Men bu yonni 2 yil unimay, men o'zim bekerek bedel to'lasammi ayg'in chiqaradigan kishi edim deb menibdiman. 3 oy chidadik, 6 oy chidadik, 8 oy chidadik, oxirida bardoshlik ko'rolmay, buni majburiy vaqtincha planni keyinga surib, sal to'xtatib, men retlamasak olmaydigan boshqa ish kelib qoldik. O jarayonlarda misol hozirgi shoyadagi shirkatdagi bizning sheriklar Alimjon Elnazarlini deymiz. Aqag'liqdagi Akufka bijaylik kishilar sheriklarni deymiz. Xotandagi Arafatlarni deymiz. Shu boshqa ismni chiqarmay o'zimning shu amaliyotdagi yiqi akallarim, yo sheriklarim, tanish-punishlarim, mayli ro'y jihatdan bo'lsin, mayli amaliy iqtisod jihatdan bo'lsin, har jihatdan ish qilib ganjing o'g'avaldak. Qalbim emas jalliq turishpadi. Ve adam bilen men qilib yo'qcha demigan manda ish oldi deb. Chunki ayni vaqtida butun shirkatdagi pulni, butun shirkatni hamma bijmani berib, meni qiygan, meni qo'langa olgan, bizning yanimizda turgan desa, meydan guruh chiqayotgandim, o'zim bo'lgan ekan. Manda olib qoldi deyishdan numus qildik. Amma 15 yosh vaqtimdan tortib hozirga kelganimda har jihatdan mayli tayoq yeb ketay, mayli och qalay, mayli talad qalay, mayli bir joy chirkitib, o'ydikilni avar qilib boqmagan. Bilmagan bilan bu ota-ona degan sizib qoladi ekan, bilib qoladi ekan. Ayg'ini qopib, mungdashqa vaqtida men uvlab bir ayg'ini davomlashtirayva debdi. Ya. Maqtim qo'sa uvlab birasa, yana bir yiqilsam, yana sen uvlab birasa, sil yo'q vaqtingizda yoki uvlab bagidek sharoiting yo'q vaqtida men uchun uvlab birdandan. Ondan shu sil ba vaqtingizda men yosh xotirjam vaqtimda o'zim izlanib, o'zim yig'ishtiray deb ikkilaylan bisimizdan kallasida o'tkazib, pakiz elib mangdoq inib kelgandan keyin bir tarafda o'ginishimizni qilib, bir tarafdan chiniqishimizni qilib, bir tarafdan mush ishni bosh-boshdan retlab, hozir qaytadan hamda sal o'ngshilib yaxshi tarafga mang'iltudi. Buni qaytadan retlab, noldan boshlab qayta atlanadigan bosqichda hozir. O'zimning hamda men to'g'ri chiqarmagan bilan men to'la iliq kurs shanshoy yondaymiz, qanday tijorat qilishni o'rgatadigan, ammo yangilik shu biz ko'zimizga nima bundan keyin muhim ko'rinsa, shuni o'rganish qildigan ish bor. O yandan bu yanda o'rganib, o'zimizning bir kallas normaldoga sayohatlarni qilib, hozir shu yaxshi ishi bosqichda. Qag'ini hamda shu sizlar ko'rayotgandagidek bish kuchayningizni chiqarayotgan filmlarning avvaldek, bundan keyin chiqarmoqchi bo'lgan avvaldek, mushu. Chunjanjilo mushu. Maqsa müşahede tugab turdi, budaq qismda hamda mushunchalar tijoratlarni qilib, mushunchalar ishini qilib, ashunchalar jiqadan bilan badikalda qilib, esingizda olsa, evas qilishga tegishli narsa xalqning futib qazanish emas, xalqning yiqilgan vaqtidagi tajribasi eng muhim deb o'ylayman men. Shuni men mushni yana bir jami'lashtirib, dadamni bir yarollik olib bersa, o'zining tajribalarini bijlashtirib, mushta tijorat qilgan vaqtimizda har xil sharoitlar, har xil masalaga duch kelgan vaqtimizda qandaroq hisob o'ng ashna o'rtoqlashimiz. Menmi bir ish kunga qaytdim endi sayyoga. Ishlaydi o'g'andan keyin qaytasizlar endi. Ekili bilib 15 kun turib zerikdim, qaytasizlar deb. Bu da aytmang desak, bu shu ishni oltisi vadam demiş qilsizlar. Avadi kerakmi shu hikoyaning jarayonida o'tirdi biror nuqtaga siz bakrak qiziqqan yoki tushunamiga ayronlab qolib qolsa, inkas rayoniga yozib qo'ysanglar, shu inkasga qarshi yurak ang jiq tushsa, shuningga arim men bishkin tanlab javob qaytadigan yana film chiqarib beray. Unda olib qolib qolsam, shu ahmiyatli farq bu bijig'izmi gap qilmading yo? Qilinmaz va gap kelgan vaqtida. Ma sanda sen gap qilmading yo? Daqsanda gap qilishamiz. Men sen sizlarning vositasiz, bu daqsa mening vositam.
qo'shash belgisini besib, shunlar nima ishqa atsanglar, hamda bir mayli xushallik bo'lsin, mayli işte tajriba bilim bo'lsin, mayli yangilik bo'lsin, foydam tegishligidagi zinim tegmaydi. Ganjo isha, shaychiji.